Endilikda siz Banana TV platformasi orqali eng sevimli do'xo yoki animelaringizni sifatli dublyajda va original formatda tomosha qilishingiz mumkin. Play Market va App Store orqali yuklab oling. Qarang, agarda qaysidir personajlar sizda qandaydir emotsiya uyg'ota olgan bo'lsa, siz avtorni olqishlasangiz ham bo'laveradi. Oddiygina qog'oz va qalamlar bilan sizda nafrat, quvonch, qo'rquv uyg'ota olgani san'at darajasi desak ham bo'ladi. Qaysidir personajlar o'zlarining yoqimsiz xarakteri bilan yoki ko'rinishi bilan, qilgan ishlari bilan emotsiya uyg'otadi va hattoki o'zlarining ishlatadigan qobiliyatlari bilan ham. Leo Brando o'zining yoqimsiz xarakteri, qobiliyati, cheksiz timestamplari bilan, albatta uni ishlatib bilmasligi bilan ham bo'lishi mumkin. Lekin uning fan auditoriyasi ancha-muncha ko'p. Cheksiz editlar va millionlagan fan auditoriyalari. Har bir gapi xuddi edit uchun ishlangandek. Hech qanaqa sababsiz 2000-3000 odam o'ldiradi va shunda ham auditoriyasi uchun sevimli bo'lib qolaveradi. O'zining harakatlarida yomon ko'rinadigan emas, aynan auditoriyasi uchun sevimli bo'lib boraveradiganlar ko'p va shu vaqtning o'zida ham kam. Sukuna ham o'zining xohlaganicha odam o'ldirishi, hech kimni mensimasligi va albatta yoqimsiz xarakteri bilan odamlarning Jujutsu Kaisen animasidagi eng yomon ko'rgan personajlarga kirish kerak edi. Lekin nimadir xato ketgandik. Jujutsu Kaisen olamidagi Sukuna eng sevimli personajlar qatorida ikkinchi o'rinda turadi. Bu yerda aniq bilamizki, ko'pincha auditoriyasi tomonidan yomon kutib olinmagan, lekin jodugarlar jangi olamidan hamma ham Sukuna kabi xarizma va xarakterli emas. Mahito uning yoqimsiz xarakteri, ko'rinishi, qiladigan ishlari nafaqat antagonist rolini to'liq o'ynagani, balki kuzatuvchilarda ham anchagina yoqimsiz nafrat hissini uyg'otgan. Lekin menga bu personaj yoqmaydi deya olmayman. Uning misli ko'rilmagan darajadagi o'sishini aytmasak ham bo'ladi. Atigi 2 yilda qora chaqmoq va hududni kengaytirishni o'rganib olgan. Bu darajada tez o'suvchi personajni kuzatish juda ham qiziqarli edi. Albatta uni kimdirib qo'ymagunicha. Garo yoshligida juda ham ko'p marotaba psixik travma olgan. Oxir-oqibat o'zining to'g'ri deb hisoblagan yo'lidan yurish sabab barchaning ko'nglidan joy egallagan. Faqatgina maqsadi bilan emas, albatta, ko'p hollarda uning auditoriyasi ikkita narsa uchun uni juda ham ma'qullashadi. Birinchisi, uning nastroyi bitta tarafga qarab tekis ketayotgani, o'zining xohishlariga qarshi chiqmasdan, maqsad tomon orqasiga qaramasdan ham ketgan. Ikkinchisi, o'rtacha Garoning 70% hollarda auditoriyasi uning tanasiga o'xshash uchun harakat qiladi va shu sabab unga fanatlik qiladi. Mahitoga o'xshab qisqa vaqt ichida anchagina evolyutsiyalardan o'tib, oxirida eng kuchlilar qatoriga qo'shilgan. Aizen o'zining nimasi bilan ko'proq farq qiladi? Intellekt, qobiliyat, kuch. Bunaqa antagonistlar juda ham ko'p, lekin nima sabab Aizen? Agarda antagonistda hamma narsa bo'lsa, kuch, aqlli, o'ylab ish qiladigan bo'lganida, ko'p hollarda bular juda ham zerikarli bo'lib qolar edi. Xuddi Mudzanga o'xshab. Aizenda esa albatta karizma bor. Har bir gapirgan gapida xuddi nimanidir rejalashtirayotgandek, odamning ich-ichiga kirib, ishonchini qozonayotgandek. Xuddiki ishonsa bo'ladigan odamga o'xshaydi, lekin Pustinga ishonch yo'q. Aizen zerikkanidan jang qilmaydi, xuddiki Borusga o'xshab. Borus ko'pchilik tanimaydi, lekin Saitamaning jiddiy zarbasidan tirik qolgan personaj, lekin ancha iliq qarshi olingan. Xarakteri to'liq ochib berilmagan, uning yagona maqsadi jang qilish edi va bundan lazzat olish va lazzatini oldi ham. Kenzaku Suguru emas. Kenzakuning planlari lol qoldirmasdan iloji yo'q. Ayniqsa Jujutsu Kaisenning bo'lib o'tgan syujetining 90%ni Kenzaku tuzib chiqqan. Uning haterlar juda ham ko'p emas va kam ham emas. Fan auditoriyasi ham bor. Tuzgan planlari hozirgi va kelajakdagi bo'lgan ishlarga ta'sir qilgan. Karizma juda ham emas. Kuchlimi? Albatta. Suguru maxsus sinfning eng past darajadagi shamani edi. Tanasini Kenzaku olganidan so'ng ancha-muncha kuchliroq bo'ldi. Tanasini, texnikasini samarali ishlata oldi. Aynan nima sabab uni hate qilganlar juda ham ko'p. Shibuyadagi voqeani eslang. Gojo faklar buni esidan chiqarmaydi. Uning xarakteri yoki ko'rinishi uchun manzur bo'lmagan. Ko'p hollarda uning qilgan ishlari uchun. Shibuyadagi mana bu Jogo va Sukunan jangi va yana ko'plab voqealar barchasiga Kenzaku aralashgan. やれやれ、制圧で一息に押しつぶす。波動の90